Bir kuni Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning huzurlariga keldilarda, "Ya Rasululloh, ud'ulloh an yaj'alani mustajabad da'va" dedilar. Ey Allohning rasuli, meni haqqimga bir duo qiling, meni duoyim ijobat bo'ladigan kishi bo'lib qolay dedilar. Duoni qarang. Menga bir duo qiling, shu qachon duo qilsam keyin duoyim ijobat bo'ladigan bo'lsin. Ya'ni har safar sizni oldingizga kelib o'tirmay deganda, doim ijobat bo'ladigan kishi bo'lsin. Inson qarang, inson faqat olishni xohlaydi-da, tabiatan-da bu. Insonning fitratida bor. Ulug' sahobiy Payg'ambar alayhisalomga kelib shunday deyaptilar. Shu meni bir duo qiling, shu qolgan hamma vaqt duoyim ijobat bo'ladigan bo'lsin deganda, Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Ya Sa'd, ey Sa'd dedilar. Atib mat'amak takun mustajabat da'va. Yemagingni pokiza qilgin, duoying har doim ijobat bo'ladigan kishi bo'lasan dedilar. Ana. Luqmangni halol qilgin, duoying doim ijobat bo'ladigan kishi bo'lasan dedilar. Duolarimiz doim ijobat bo'lishini xohlasak, nima qilishimiz kerak ekan? Luqmamizni halol pokiza qilishligimiz kerak ekan.